Assalomu alaykum, Antimaq televideniyasida xabarlar ma'lumot dasturi studiyada Madina Ulug'bek qizi. Bugun dasturimizda sud Ahmadbek Keldibekovni uy qamog'ida qoldirdi. O'sh shahridagi ko'p qavatli uylarning ko'pchiligida bolalar maydonchasi yo'q. Bu yerda mashina va ishi butunlay stoyanka olib ketadi. Bu yerda-chi balani ishida o'ynata olmaysan, ular yo'ldorimanda buzuq. Intimaq fuqarolarni qon donori bo'lishga targ'ib qilgan aksiyani tashkil qildi. Boshqa maqsadimiz o'sha donorlarning sonini ko'paytirish. Bugun 1-may rayon sudi deputat Ahmadbek Keldibekovni Bishkekdagi nomer 1-tergov qamog'iga qamashni so'ragan Bosh prokuraturaning iltimosini rad etdi. Bosh prokuratura Ahmadbek Keldibekovga qarshi qo'zg'algan jinoiy ishning og'ir ekanligini va ayrim guvohlarga tazyiq o'tkazilishi mumkin ekanligini asos qator ko'rsatib, uni qamoqqa olishni iltimos qilgan. Sudya Abdurazaq Bo'ronbayev Ahmadbek Keldibekovni uy qamog'ida qoldirish qarorini qabul qildi. Keldibekovning oqlovchisi Mambetchunus Abulov Keldibekov davolanish uchun yana Germaniyaga ketishini va bunga sabab bo'luvchi tibbiy hujjatlar bor ekanligini aytgan. Atajur fraksiyasining deputati Keldibekov poraxo'rlikda va xizmat vazifasini suiiste'mol qilishda ayblanib, 2013-yilning kuz mavsumida qamoqqa olingan. 2014-yilning avgust oyida sudning roziligi bilan chet davlatga davolanish uchun ketib, Qirg'izistonga 10-fevral kuni qaytib kelgan. Tojikiston keltirilgan zararni to'liq to'lab beradi. O'tgan yilning may oyida Tojikiston fuqarolari Batken rayonining Ko'ktere qishlog'ida 2 avtomashinani, yoqiliq shoxobchasini va do'konni yoqib yuborishgan. Qirg'iz-tojik uchrashuvining vaqtida tojik taraf aybini bo'yniga olib, keltirgan chiqimni to'lab berishga kelishilgan. Hukumatning Batken obasidagi muxtor vakili Razaqov Jengish Parpiyevning ta'kidlashicha, umumiy chiqim 5 million so'mga yaqin bo'lib, uning 1 million 250 ming so'mini tojik taraf to'lab bergan. Qolgan masalalar bo'yicha Ichki ishlar ministri ish olib bormoqda. O'sh shahridagi Anarkichik rayonidagi 8 ko'p qavatli uyning bolalar maydonchasi yo'q. Mazkur hududdagi yashovchilar uylar qurilganiga 24 yil bo'lgan bo'lsa ham, bu masalaga hozircha hech kim e'tibor qaratmayotganligini aytib norozi. Mahalliy hukumat esa bolalar maydonchasi kerak degan 200 dan ortiq ariza bor ekanligini, lekin qurilish ishlari uchun mablag' yo'q ekanligini bildirdi. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Anarkichik rayonundagi 8 ko'p qavatli uyda balдар o'ynochi ayancha yo'q. Bu uylarning qurilganidan bundan 24 yil bo'ldi, biroq andan beri hech qanday ko'ngil burilmay keladi. Anarkichik rayonidagi 8-ko'p qavatli uyda bolalar o'ynaydigan maydoncha yo'q. Bu uylar bundan 24 yil avval qurilgan, biroq shundan buyon hech qanday e'tibor berilmay keladi. Pura qarmashadi. O'sha biz o'ynay turgan hech narsa yo'q, ana boshqa domlarga borsak, al jaqdan haydab salishadi bizde. 10-domdagilar o'zingizning dvorlarga qurib alg'ila, jamda qilib olbaysizlar deb bizde haydab salishadi. Ikkinchi domlarida haydab salishadi. Ana o'ynay turgan yer yo'q, ana o'sha qurib bersa yaxshi bo'ladi edi. Ko'p qavatli uylarning oldida bolalar o'ynaydigan hech nima yo'q. Bu yerdagi bolalar suv kechib, loy tepalab yurishadi. O'ynagisi kelgan o'spirinlar boshqa uylarning maydonlariga borib, ba'zida qo'pol munosabatga duch kelishadi. Eşke çayl desek şu yerde maşinalar ko'p o'tadi. Çayl desek apamda chiqarmaydi. Uyda zerik o'tiramiz, keyin eshikka chiqsak, boshqa plashotkalarga borsak, oyoqdagilar bizda haydaydi. 8 yoshdagi Rayananing bir singlisi, bir ukasi bor. Ular 3-qavatda yashaganlikdan tashqarida o'ynashni istashadi. Biroq unga sharoit yo'qligi bois ota-onamiz xavfsirashadi deydi. Meni yer tozilgan. Bu yoqdan musuljoqdan kelgan mashinalarning bari, ılaydın bari bu yoqqa kelishadi. Mana ko'rtasizlar bari ılay, mundaymi. Bu yoq tozilgan. Uskori kelsam bu yoqqa o'ta olmaydi-da, yo'llardanchi. Ana shundan o'tadi, bundan busun bilan kelibdi, bundan o'tib ketadi. Mana yerlari yo'llarimiz buzilgan. Balдар o'ynayotgan yerimiz yo'q. Bu yerda mashina va ishi butunlay stoyanka olib ketadi. Bu yerda-chi balani ishida o'ynata olmaysan, ular yo'ldorimanda buzuq. Boshqa domlarga borib o'ynatamiz. Masalan, anari ekida bir biltir bo'lsa kerak, qo'ydirgan, жаңы qurishgan. O'sha yerga o'ynatamiz, biroq al yerda yashovchilarni bizda ham yaxshi ko'rmaydi-da. O'zing baldarni o'ynatatsang-chi. Keyda to'lakon narqi yo'lga o'tib, to'lakonda o'ynatamiz. Bolalar o'ynaydigan maydoncha yo'q bo'lgan hududda 1000 dan ortiq yashovchi bor. Maydon quriluvchi joy 24 yildan buyon bekor turganligi uchun birinchi qavatdagilar egallashib olib, tor bo'lib qolgan. O'sh shahridagi ko'p qavatli uylarda bolalar uchun maydoncha deyarli yo'q hisob. O'sh shahar kapital qurilish boshqarmaligiga bolalar uchun maydoncha qurib berish haqida 200 dan ortiq ariza kelib tushgan. Har bir maydonchaga 1 millionning atrofida mablag' kerak. Budjetning yetishsizligidan bu yili shahar meriyasidan 6 milliondan ortiq mablag' so'ragan. Biz qurgan baldar ayanchasin yaxshi
кабыл алышпайт да. Баягы койгон отуруштардын үстүнө чыгып отурушат, качеларды сындырып аракет кылып аткан бала экен. Бирок ошо кородогу жоопкерчиликтүү адамдар ошо жакшы маани бербей жатат да. Ошону жакшы неме кылса болот эле. Биз жакшы ой менен кылып берсек, аны сындырып башка кылып атышат да. Kapital qurilish boshqarmaligidan bildirishganday, maydonchasi yo'q uylarning barchasiga ham bolalar o'ynovchi joy qurib bo'lmaydi. Sababi ko'pchilik birinchi qavatning yashovchilari xususiylashtirib olishgan. Shunga ko'ra yer masalasi ham hal bo'lishi kerak. Ra'noy Nazarova, Adina Do'smbetova, Aybek Ibragimov, Intimaq. O'sh, Jalobod va Olabuqa otryadining yosh askarlari O'sh shahridagi o'q otish maydonida mashqlar o'tkazilmoqda. Darslarning asosiy maqsadi mutaxassislikni yuqorilatish bo'lib hisoblanadi. Unda kenja sarkarlar, mo'ljallovchi operatorlar va katta haydovchilar ishtirok etmoqda. Mashqlar vaqtida harbiy xodimlar asosiy qoidalarni o'qib o'rganishadi. Texnik tayyorgarlik darslarini askarlar BTR-70 ning mo'ljallovchilari o'q-dorilarni tezkor tayyorlashni va boshqa kerakli yo'llarni o'rganishadi. Bundan tashqari uzoqlikdagi dushmanni kunduzi va kechasi bir o'rinda turib yoki harakatlanayotgan vaqtda yo'q qilish usullarini o'rganishadi. Tadbir Qirg'iz Respublikasining Davlat chegara xizmatining buyrug'ining asosida 16 fevralda boshlangan. Mashg'ulotlar ertaga yakunlanib, har bir harbiy imtihondan o'tadi. Ulug' haydovchilar bilan jiyin o'tkazib жатат. Jiyinning negizgi nemesi adischilikni, kesipköylikni jo'g'irlatуу. Qurol jaraqtar BTR'da o'zingizlar bilgandek KPVT o'q atuvchi pulemyot turadi, yana o'shanda ele tankning pulemyoti turadi. 3 kishining o'limida aloqasi bor deyilgan yo'l xavfsizlik nazorat xodimi erkinlikda. Qorasuv rayon sudi tomonidan 7 yilga kuchatilgan tartibda ozodlikdan mahrum qilingani bilan qamoqqa olingan emas. Bunga norozi bo'lgan marhumlarning yaqinlari ma'lumot yig'ini o'tkazishgan edi. Bundan ko'p o'tmay yo'l nazorat xizmat xodimining oqlovchisi gumondorning mazkur jinoyatda aloqasi yo'q ekanligini bildirdi. Batafsil navbatdagi lavhada. 2014-yilning 30-yanvariga o'tar kechasi O'sh Erkashtam avtoyo'lida avtomobil falokatidan 3 kishi halok bo'lgan. Ularning o'limiga yo'l nazorat xavfsizlik xodimining aloqasi bor deb vafot etganlarning ota-onalari Qorasuv rayon sudiga murojaat qilishgan. Sud 7 yilga kuchaytirilgan rejimda erkidan ajratish haqida qaror chiqargan. Biroq hozirgacha javobgarlikka tortilmayotganini marhumlarning yaqinlari ma'lumot yig'inida bildirishdi. İşte gelecek, işinden de çettirtilgen yok. Gelip olup işte gelecek. 13 ay oldu, bir ay oldu. Çok açayım biz duruyoruz. Bizde çındık var mı? Yok. Yok şunda duruyoruz. Bizim ballar döndürdü. Bunlarda bunda cezalabasa giyin de şunda kılmıştı, kılıçka barak bular. Qorasuv rayoni sudining qaroriga norozi bo'lgan yo'l nazorat xavfsizlik xodimi bo'lgan Nurali To'lagonov tomon oblast sudga, undan keyin Oliy sudga murojaat qilgan. Oxirgi marta 16 fevralda bu ishni oblast sudi ko'rib chiqib, ayblanuvchining oqlovchisi halok bo'lganlarni qazib, murdasini tibbiy ekspertizadan o'tkazish bilan aniqlash taklifini bergan. Sud bajaruvchi bu taklifni qo'llagan. Shunga ko'ra vafot etgan 3 yigitning yaqinlari sud jarayonini ayblanuvchi To'lagonovning oqlovchisi ataylab cho'zyapti deyishadi. Shundan narida sudyaning üstünden o'tishga gidip Jo'g'org'i kengaga ketdi. Andan keyin bular yazgandan keyin bular barbay qo'ydi Bishkekka. O'zlari yazib, o'zlari barbay qo'ydi. Anan qaytara 2 yol prosesga chaqirdi, barbay qo'yishdi. Qolgandan keyin delani qayta obus sudga keldi. Obus sudga kelgandan keyin Bektaşov chetlatilib, qalmatib kelib atadi. Qayta qalmatib keldi. Mamleket. Bular bilan suylashganda biz yoqqa qaradi. Biroq ayblanuvchi yo'l nazorat xavfsizlik xodimining oqlovchisi Nazgul Suyunbayeva ayblovlarni inkor etadi. Uning aytishicha tergovdagi dalillar yetishsiz bo'lgan. Qochgan avtomobilning ortidan quvgan yo'l xavfsizlik xizmatining mashinasi video lavhada aniq ko'rinmagan. U avtoyo'l xavfsizlik xizmatining emas, boshqa davlat xizmatining avtomashinasi ham bo'lishi mumkin ekanini aytadi. Shuning uchun ayblanuvchi To'lagonovni jabrlanuvchi asossiz ayblashayotganini jurnalistlar bilan bo'lgan ma'lumot yig'inida bildirdi. O'limning sababi yo'q bo'ldi. Men jabrlanuvchilarga qarata sotuq meditsinалық ekspertizani o'tkazib berishni so'randim. Sotuq meditsinалық ekspertiza bu эксгумация жолу менен болот, ал оор процедура, анткени жерде жайда жаткан балдарды кайра алып чыгып, аларды изилдеш керек. Бирок ал өтүнүшкө мен мажбур болдум. Анткени кылмыш иштин ичинде
3 баланын өлүмү эмне себептен болгон? Kuzatuvchilar Qirg'izistonda aybni isbotlash uchun eksgumatsiya yo'lini qo'llash eng oxirgi harakat ekanini aytishib, jamiyat bunday usulni salbiy qabul qiladi. Oxirgi 3 kunda 3 bolaning ota-onasi jasadni yana qazib ekspertiza o'tkazishga umuman qarshilik bildirishmoqda. Qo'shimcha qilsak, jabrlanuvchi tomon ayblanayotgan To'lagonov qamoqqa olinsa, keyin yana 2 xodimining ustidan shikoyat yozishadi. Bugun Favqulodda holatlar ministrligi qoshidagi mustaqil qutqaruv otryadi ochiq eshiklar kuni bo'lib o'tdi. Unga O'sh shahridagi 50 dan ortiq o'quvchilar ishtirok etib, qutqaruv otryadi bilan tanishdi. Tadbirga O'sh shahridagi nomer 28-uchar, nomer 26-Satilg'anov, nomer 3-Lomunosov va Siyatov nomidagi o'rta maktab o'quvchilari ishtirok etdi. Uning asosida o'quvchilar mazkur otryadning sharoitlari, uskunalari va qutqaruvchilarning tezkor harakatlari o'tiriluvchi zallar bilan tanishdi. Tadbir 23-fevral Vatan himoyachilari kuni munosabati bilan uyushtirilib, maqsadi o'spirimlarni vatanparvarlikka targ'ib qilish bo'lib hisoblanadi. Bunday ochiq eshiklar kuni mazkur otryadda har yilda asosan maktablardan tushgan takliflar bilan o'tkazilib turadi. Favqulodda holatlar ministrligining qoshidagi mustaqil qutqarish otryadining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda mazkur tadbirlar maktablardan kelgan maxsus xatlarning asosida tashkil qilinadi. Shahardagi 4 maktabdan 4 yoshlar komandasi bor. Bu yerda постоянно biz men tig'izim ishlab, bularni biz o'zimiz poligonda o'qitib, uyretib dayardab atamiz. Hozir o'zinglar ko'rganday, biz hozir poligonga da borib, ularni nimalarini ko'rsatamiz, o'zimiz qutqaruvchilarni jumushlarini. Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining normasida 1000 kishiga 40 donor to'g'ri keladi. Lekin Qirg'izistonda belgilangan son 5 tagina tashkil qiladi. Bu esa o'z ixtiyori bilan qon topshirganlarning soni oz ekanligi bilan bog'liq. Intimoqchilik radio kompaniyasi bugun aksiya tashkil qildi. Unda O'sh shahar yashovchilari o'z ixtiyorlari bilan qon topshirishdi. Batafsil navbatdagi lavhada. Oblast qon markazining bergan ma'lumotiga ko'ra, hozirgi vaqtda o'z ixtiyori bilan donor bo'lganlarning soni 2% ga ham yetmaydi. Markazda qon zaxirasi bo'lishiga qaramay, ayrim vaqtlarda kam uchrovchi qon guruhlariga yetmay qolgan vaqtlar ham bo'lib turadi. Negizgi qon topshirganlar bizga betaptarga olgan, betaptar uchun olgan betaptarning tug'anlarining o'rnina topshirgan qonlarning negizdan biz zapas qolmadi turadi. Butkul dunyolik salomatlik saqlash uyumi 12 ülkelerde 100% qaytarımsız, ақысыз, безвозмездно donorlar nesenen kan topshirib turishadi. Bizda anday o'ta төмөнгі dengizda qolib ketgan. Shu sabab Intimoqchilik radio kompaniyasi maxsus aksiya tashabbusini ko'rsatib, Qiziloy uyushmasi bilan birgalikda o'tkazishdi. Tadbir davomida oblast qon markaziga o'z ixtiyori bilan kelganlar bepul qon topshirishdi. Boshqa maqsadimiz o'sha donorlarning sonini ko'paytirish. Antkeni oruscha aytmoqchi, капля крови может спасти жизнь дегендей, har bir адамдын каны бирөөнүн жашоосун сактап калышы мүмкүн. Ошондуктан бүгүнкү акциябыздын максаты, эң башкы максаты эле донорлордун санын көбөйтүү, анан канга муктаж болгондорго жардам берүү. 1-октябрь 2014-жылдан баштап Кызылай коомунда бизде Ош областы боюнча өз ыктыярдуу акысыз кан тапшыруу боюнча жаңы долбоор иштеп жатат. Бул долбоордун алкагында көп иш жүргүзүп атабыз. Ошо биз иш баштагандан бери аябай көп информациялык маалымат алып баргандан кийин 194 адамга кан тапшырышты биздин долбоордун алкагында. Aksiya haqida Intimaq radiosidan bu vaqtgacha e'lon qilingan. Shu sabab tadbirda ishtirok etganlarning ko'pchiligini radio muxlislari tashkil qildi. Qon topshirishning qoidalariga ko'ra, avval ularning sog'lig'i nazoratdan o'tkazildi va to'g'ri kelganlar donor bo'lishdi. Денсаулығым үшін көрсетті. Мен биринчи жолу тапшырып атышым. Бирок кандай коркунучу жок экен. Элдер айткан ишенмегиле, келсеңер көрөсүңөр, бар жогу жакшы. Келип өзүңөр немелерди салмаларды кошуп кан тапшырсаңар болот. Бар жок ооруларды баарын текшерет экен, шприцтерин, майлан смазка аяк баарын текшерет экен. Qon markazida bunday aksiyalar tez-tez o'tkazib turiladi, lekin bu safar boshqa tadbirlardan farqlanib qo'shiqchilar tomonidan kichik konsert dasturi ham uyushtirildi. Bu esa qon topshirganlarga oz bo'lsa ham ma'naviy yordam bo'ladi, deydi tashkilotchilar. Albatta, san'atkorlarimiz ham bugun befarq qarab turmadi. O'sh shahrini barcha san'atkorlar ishtirok etdi. Ba'zilari qon ham topshirdi, ba'zilari esa
ruhan ko'mak bag'ishladi. Ruhan ko'mak qanday? O'z qo'shiqlari ila xilma-xil qo'shiqlar jarang solishda e'tibor bergan bo'lsangiz, qo'shiqlari ila qon toshirayotgan insonlarga dalda bo'la olishdi. 6 soat davom etgan aksiyada 18 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan sog'lig'i qon topshirish talablariga javob bergan 50 dan ortiq fuqarolar ishtirok etishdi. Yig'ilgan qonlar muhtoj bemorlar uchun ishlatiladi. Eslatib o'tsak, Xalqaro sog'liqni saqlash tashkilotining me'yoriga ko'ra 1000 kishiga 40 donor to'g'ri kelishi kerak. O'sh shahridagi ommaviy axborot vositalarining vakillaridan tashkil topgan Intimaq jamoasi kichik futbol bo'yicha Tashqi ishlar ministrligining kubogini qo'lga kiritishdi. Bugun bo'lib o'tgan musobaqaga nodavlat tashkilotlardan, O'sh shahar meriyasidan, Rossiya elchiligidan va Tashqi ishlar ministrligidan umumiy 7 jamoa ishtirok etdi. 3-marotaba o'tkazilgan turnirda jamoalar 2 guruhga bo'linib bellashishdi. Har bir guruhdan eng ko'p ball olgan jamoa finalga chiqdi. 3-o'rin uchun o'tkazilgan o'yinda German hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar ministrligining jamoasini mag'lub qildi. Final uchrashuvida O'sh shahar jurnalistlari Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotining jamoasiga 3 marotaba gol kirgizib, chempion bo'lishdi. Bu yilgi turnirga da biz o'zinchadagi ушул Isman Life degan aksiyada qo'shimcha bo'lsin deb turib, o'zimizning salımımız qo'shilsin deb turib, el aralıq diplomatiyalik korpusga qayrilganmiz. Bizden ошол жараныбызга, биздин журналистибизге, мыкты кыргыздын жигитибизге жардам берилсин, ушул операцияга биргелешип жардам берели деп кайрылганбыз. Алар бардыгы биздин кайрылуубузду колдоп келишкен. Бүгүнкү парадтын башталышынын алдында ушул акциядагы өткөн, алар өздөрү да өзүнүн салымын кошкон. Endi navbat xalqaro yangiliklarga. Afg'onistonlik toliblar BMTning turli hujumlar bilan qazo topgan fuqarolar haqida qilgan ma'ruzasini tanqid qilishdi. Ular buni adolatsiz va siyosiy yo'nalishdagi ma'ruza deb atashdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti o'tgan yili turli hujumlar natijasida Afg'onistondagi fuqarolar orasida halok bo'lganlarning soni 22% ga ortganini aytgan. Amerika harbiy vakillari bildirganda, Iroq va kurd kuchlari Iroqdagi ikkinchi yirik shahar bo'lgan Mosulni hujum bilan olishga bel bo'ylashmoqda. Mazkur shahar hozirda Islom davlati nomli kuchlarning qo'l ostida. AQShning markaziy komandaligi hujum aprel-may oylarida bo'lishini va unga amerikalik instruktorlar tomonidan jang tayyorgarliklaridan o'tgan 25 mingga yaqin harbiy qatnashishini tasdiqladi. Moskvaning Presne rayon sudi opozitsioner Aleksey Navalniyni miting o'tkazish qoidalarini buzganligi uchun 2 haftaga qamoqqa oldi. U metro bekatlarida odamlarni bahor nomli antikrizis yurishiga chiqishga targ'ib qiluvchi varaqcha tarqatgani aytilmoqda. Opozitsioner unga qo'yilgan ayblovni tan olmay, varaqchada yurish haqidagina ma'lumot yozilganini, unga ishtirok etish haqida chaqiruv yo'qligini aytadi. Avstraliyadagi ikkinchi marta bo'layotgan bo'ron uylarni uchirib, sohilda yashaganlarni ko'chib ketishga majbur qildi. Marsiya tropika bo'roni Queensland shtatida kuchliroq bo'ldi. Bo'ronning kuchi 5-toifaga yetib, 3 ga pasayganiga qaramay, meteorologlar sel va kuchli shamol bo'ladi deb ogohlantirishmoqda. Yong'in Niderlandiyaning g'arbida aholi ko'p joylashgan Nijmegen shahrida bo'ldi. Tilsiz yov bugun ertalab boshlanib, natijada 2 bino kuydi. Hozirda mahalliy ma'lumot vositalari o'chirilganini xabar qilishmoqda. Belorussiyaning prezidenti Aleksandr Lukashenko uning o'lkasi NATO bilan konstruktiv muloqotga tayyor ekanini bildirdi. Lukashenko NATO bilan ko'p do'stona masalalar bor ekanini qo'shimcha qildi. Lukashenko shu bilan birga Belorussiya armiyasini mustahkamlash uchun 2020-yilgacha qo'shimcha mablag' ajratilishini ham aytdi. Intimaq muxbirlar tomonidan tayyorlangan yangiliklar mana shularni tashkil qildi. Bu va boshqa ma'lumotlar bilan www.intimaq.kg saytidan va 106.1 FM to'lqinlarida tranzit axborot dasturidan tanishishingiz mumkin. Ko'rishguncha xayr, omon bo'ling. Qirg'izgidrometning ma'lum qilishicha, ertaga yurtimizning ayrim hududlarida qor yog'ishi mumkin. Batken oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. O'sh oblastida kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajagacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
Jallobod oblasida ham kechasi 2 daraja sovuqdan 3 darajalargacha ko'tariladi, kunduzi 8-13 daraja issiq bo'ladi. Norin oblasida kechasi 11-16 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuqdan 1 darajalargacha ko'tariladi. Talas oblasida kechasi 5 daraja sovuq, kunduzi 9-14 daraja issiq. Issiqko'l oblasida kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 1-6 daraja iliq bo'ladi. Chuy oblasida kechasi 4 daraja sovuqdan 1 darajalargacha ko'tariladi, kunduzi 10-15 daraja issiq bo'ladi. Poytaxtimiz Bishkekda ertaga yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 12-14 daraja issiq bo'ladi. Shahrimiz O'shda ham 21 fevralda yog'ingarchilik kutilmaydi. Havoning harorati kechasi 2 daraja, kunduzi 11-13 daraja iliq bo'lishi kutilmoqda.